40-razmerdan 60-razmergacha ko'ylak andozalarimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'rta Osiyo ayollari uchun maxsus tayyorlangan 40-razmerdan 60-razmergacha ko'ylak asos andozalarimizni har birlarining ichida mana shunday to'liq razmerlarni yozganmiz hamda bularga harakatlanish haqqilarigacha yozib qo'yganmiz. Har birida, ya'ni 3 ta detal bo'ladi qizlar. 3 ta detal bo'ladi. Oldi qismi, orqa qismi hamda yeng qismlari. Andozalarimiz maxsus sizlar uchun tayyorlanib, alohida ishlangan qizlar, ya'ni shaxsan o'zim tomonidan tizilib tayyorlangan har bir andozalarda mana shunday dalivoylar chizilgan qizlar, ya'ni matoga to'g'ri joylash uchun. Umumiy razmerlari 40-razmerdan 60-razmergacha, ya'ni umumiy komplektda 11 ta asos andozalarimiz bo'ladi qizlar. Demak qizlar, har bir razmer ichida qanday to'plam bo'lishi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Demak, ko'ylagimizda oldi detali, orqa detali hamda yeng detali bo'ladi. Mana shu andazalarimizda primoy ko'ylak yo bo'lmasam uzun ko'ylak yo bo'lmasam o'rta kenglikdagi, keng uslubdagi modellashtirilgan yo'nalishi bo'yicha aynan mana shu andazani xarid qilganingizdan keyin sizga mana shu modellar bo'yicha ishlashni video darslik orqali sizga taqdim etamiz qizlar. Ya'ni mana shu ko'krak vitichkalarni etak qismiga ko'chirish, buni modellashtirish bo'yicha video darsliklarni sizga tayyorlab qo'yganmiz hamda mana hozir bitta narsa ko'rsatib o'tib ketaman qizlar, ko'ringlar. Demak, oldi asosga, ya'ni yeng o'rnatayotganingizda mana shu ayon nuqtasini ayon nuqtasiga qo'yib tikiladi. Bu qism aylanib kelib, yeng posatkalari bilan B nuqtasiga to'xtaladi. Hamda orqa qismdagi vitichkalar tepaga ko'chirilib, buni darslikka kirgizib ko'rsatganman. Mana shu holatda H ayon nuqtasigacha tikiladi. Hamda bu H ayon nuqtasidan mana bu B nuqtasigacha bo'lgan joy mana shu holatda tikiladi. Ya'ni yengingizda mana bu posatkalar ko'payib, ozayib qolmaydi. Bu aniq sifralar bilan foizlarni kontrol qilgan holatda sizga oddiy tikuvchingiz ham tikadigan darajada ishlab tayyorlab qo'yganman.